Guan Yu shuncha zafardas polvon turib, nemishqa Luymon tarafidan o'ltirildi. Uni nemishqa hech qanday odam qutqizg'ili kelmaydi. Bu sirlarni sizin qiziqamsiz? Yurak berib saqlab etgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch podshohni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Guan Yu nihoyat sadoqatmand va zafardas polvon. Guan Yu o'lgan vaqtda balkim ko'ngillar yerim bo'lgan bo'lishi mumkin. Meningmi ko'nglim beyaroq bo'lgan. Ham Guan Yuning o'lishiga nisbatan kallamda bir savol paydo bo'lib qolgan. Sizningmi kallangizda shu savol bormi? Guan Yu'ni Sharq Wu bilan videoda savsa ikkisi birlashib o'ltirib o'tdi. Undan bo'lsa, mushu Guan Yu o'lishining oldida nurg'un vaqt urush qildi. Mushu urush xabarlari Liu Bei bilan Zhou Gailangning quliga yetmaganmidi? Bular nemishqa Guan Yu'ni qutqizish uchun qo'shin avatmaydi. Uningdan siz Jing Zhong saqlayotgan, ya'ni Liu Bei'ninki ikki inisi, ya'ni yaqin qarindoshlari nemishqa Guan Yu'ni qutqizg'ili bo'lmaydi. Mushundaq bir holatda Guan Yu'ni qutqizg'udak hech qanday lashkar chiqmaydi. Zodi buning qanday sabab bor? Agar sizning kallangizda mushundaq bir savol tug'ilgan bo'lsa, agar mushuning javobini biladigan odam bo'lsa, ostidagi inkas ayoniga o'zingizning qarashlarni qoldirib qo'ying. Uch podshohlikdagi korxona boshqarish, igilik yaratish, igilik tiklash, muomala san'atiga o'xshash nurg'unlagan javhar mazmunlarni yurish holat anglamoqchi bo'lsangiz, mening to'pimga kirib oling. Men to'pda yurish holatda uch podshohlik va korxona boshqarish darslik so'zlab berdim. Ayrim qanday uchun qilish orqali to'pimga kirib olsangiz bo'ladi.